Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 21 noyabrdan keyin pensionerlar hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi tartiblar, tekshiruvlar va to'lovlar bilan bog'liq o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, yaqinlari uchun ham juda muhim. Chunki pensiya oilaning eng barqaror daromad manbai bo'lib turgan xonadonlar juda ko'p. Men darhol asosiy gapni aytaman. Endi pensiya olish, uni kartaga tushirish, qayta hisoblash, qo'shimcha ustamalar, yashash joyi. Hujjatlar va bank ma'lumotlari bo'yicha eski usulda beparvo yurish xavfli bo'lib qolmoqda. Kimdir vaqtida hujjatini to'g'rilamasa, kimdir plastik kartasini yangilamasa, kimdir yashash manzili yoki shaxsiy ma'lumotlaridagi xatoni e'tiborsiz qoldirsa, pensiya to'lovi kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki men oddiy tilda hayotiy misollar bilan kim nimadan ehtiyot bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Oldin ko'pchilik pensionerlar bir narsaga o'rganib qolgan edi. Pensiya belgilangan kuni keladi. Odam bankomatdan yechib oladi yoki pochtachi olib keladi. Tamom. Hujjatlarda kichik xato bo'lsa ham, yashash manzili eski bo'lsa ham, telefon raqam boshqa odam nomida bo'lsa ham, ko'p hollarda bu darhol muammo bo'lib chiqmas edi. Ba'zan odamlar yillar davomida pasportini almashtirgani, familiyasi, manzili yoki bank kartasi o'zgargani haqida tegishli tashkilotlarga xabar bermasdan yuraverardi. Endi vaziyat boshqacha. Davlat organlari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq, fuqarolik holati, migratsiya va boshqa elektron bazalar o'zaro ko'proq solishtirilmoqda. Ya'ni tizim odam haqidagi ma'lumotlarni qo'lda emas, avtomatik tarzda tekshiradi. Agar bir joyda tirik, boshqa bazada vafot etgan degan xato chiqsa, bir joyda manzil eski, boshqa joyda yangi bo'lsa, bankdagi karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya to'lovi muammoga duch kelishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Aksincha, men ekspert sifatida sizlarga oldindan tayyorlanishni aytyapman. Chunki eng katta muammo qonunning o'zida emas, odamlarning bexabarligida bo'ladi. Pensioni ota-onamiz mening pensiyam har oy keladi-ku deb o'tiradi. Farzandlari esa keyin qaraymiz deydi. Keyin bir kun kelib pul tushmay qoladi. Shunda hamma yuguradi. Bankka boradi, pensiya bo'limiga boradi, mahallaga boradi. Hujjat qidiradi. Aslida bularni oldindan tekshirib qo'yish mumkin. Oldingi tartibda ko'p jarayonlar inson omiliga bog'liq edi. Masalan, pensionerning hujjati eskirgan bo'lsa, bank xodimi yoki pensiya bo'limidagi mutaxassis keyingi safar kelganda aytardi. Pochtachi pensionerni tanigan bo'lsa, uyiga olib borardi. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim pensionerning holatini bilardi. Ya'ni tizim ko'proq tanish-bilish, mahalla nazorati va qog'oz hujjatlarga tayanardi. Hozir esa elektron tizimlar ahamiyati oshdi. Pensiya to'lovining o'zi faqat odam pensiyaga chiqqan degan qaror bilan cheklanib qolmaydi. Tizim odamning shaxsiy identifikatsiyasi, bank rekvizitlari, yashash joyi, tiriklik holati, boshqa nafaqa yoki daromadlari, nogironlik guruhi, ish staji bo'yicha ma'lumotlarni solishtirishi mumkin. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki aniqlashtirish so'ralishi ehtimoli bor. Masalan, oldin pensioner plastik kartasi muddat tugaganini bilmay yursa ham, ba'zi hollarda pul hisobga o'taverardi yoki bankda yordam berishardi. Hozir karta muddati tugagan, hisob raqam yopilgan yoki bank ma'lumotlari noto'g'ri bo'lsa, pul qaytib ketishi, kechikishi yoki aniqlashtirishda turib qolishi mumkin. Yana bir misol, odam boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin ro'yxatdan o'tmagan. Oldin pensiyasini eski manzili bo'yicha olishda davom etgan bo'lishi mumkin. Hozir esa manzil va ro'yxat ma'lumotlari tekshirilganda savol tug'iladi. Bu odam haqiqatda qayerda yashaydi? Qaysi hudud bo'yicha xizmat ko'rsatilishi kerak? Unga qo'shimcha imtiyozlar to'g'ri berilyaptimi? Birinchi navbatda hujjatlari tartibsiz pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar pasport yoki ID karta muddati o'tgan bo'lsa, familiya yoki ism yozilishida farq bo'lsa, tug'ilgan sana bir hujjatda boshqacha, boshqasida boshqacha yozilgan bo'lsa, bu jiddiy muammo. Masalan, bir hujjatda Karimov, boshqasida Karimova deb yozilgan. Yoki otasining ismi tushib qolgan bo'lsa, elektron tizim buni boshqa shaxs deb qabul qilishi mumkin. Ikkinchi guruh bank kartasi bilan bog'liq muammosi bor pensionerlar. Agar karta muddati noyabrda tugagan bo'lsa, karta yo'qolgan bo'lsa, karta boshqa bankka almashtirgan bo'lsa,
Lekin pensiya jamg'armasiga yangi hisob raqam berilmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratgan holat. Pensionerning kartasi farzandining qo'lida. Pensionerning o'zi PIN kodni bilmaydi. Karta muddati tugaganini ham bilmaydi. Pul kelmay qolsa bankka borishadi, bank esa hisob raqamini yangilash kerak deydi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki qo'shimcha nafaqa oladiganlar. Bu yerda muddatlar juda muhim. Nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish sanasi o'tib ketgan bo'lsa, ustama to'lovlar to'xtashi mumkin. Odam asosiy pensiyasini olayotgan bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha to'lov chiqmay qoladi. Keyin nega pul kamaydi degan savol tug'iladi. 4-guruh chet elga chiqib ketgan yoki uzoq vaqt boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar farzandlari bilan Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda vaqtincha yashaydi. Pensiya esa O'zbekistondagi kartaga tushadi. Bunday holatlarda tiriklikni tasdiqlash, hujjatlarni yangilash, bank kartasini ishlatish, ishonchnoma masalalari muhim bo'ladi. Agar tizim pensionerning holatini aniqlay olmasa, to'lovda savollar paydo bo'lishi mumkin. 5-guruh vafot etgan pensioner nomiga pensiya tushishda davom etgan oilalar. Bu eng nozik va xavfli masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etgandan keyin ham karta qo'lda bo'ladi. Pul kelaversa yechib olinadi. Oldin bunday holatlar kech aniqlanishi mumkin edi. Hozir elektron bazalar solishtirganda vafot holati aniqlansa, ortiqcha olingan pullarni qaytarish talab qilinadi. Bu yerda biz bilmagandik degan gap ko'p hollarda yordam bermaydi. Chunki qonun bo'yicha vafot etgan shaxs nomiga tushgan puldan foydalanish noqonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar pensionerning ID kartasi yoki pasporti joyida bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, telefon raqami o'z nomida yoki ishonchli yaqinning nazoratida bo'lsa, pensiya har oy tushayotgan bo'lsa, bunday odamlar vahimaga tushmasin. Bu o'zgarishlar hammani jazolash uchun emas, tizimni tartibga keltirish uchun qilinadi. Agar pensioner har yili kerakli tekshiruvlardan o'tib tursa, nogironlik muddati tugashidan oldin tibbiy komissiyaga murojaat qilsa, bank kartasining muddati tugashidan oldin yangilasa, pensiya bo'limidan kelgan xabarlarga e'tibor bersa, katta muammo bo'lmaydi. Men har doim shuni aytaman. Pensiyada eng muhim narsa faqat yo'sh emas, hujjat tartibi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 18 yoshli ayol har oy 1.2 million so'm pensiya oladi. Uning plastik kartasi noyabr oyida tugagan. Ayol buni bilmagan. Chunki kartadan pulni o'g'li yechib berib yurgan. Pensiya tushadigan kuni pul ko'rmagan. Bankka borishsa, karta muddati tugagan, yangi karta ochish kerakligi aytilgan. Lekin yangi karta ochilgandan keyin ham pensiya jamg'armasiga yangi hisob ma'lumoti yetib borishi uchun vaqt ketgan. Natijada ayol pulni 10 kun kech olgan. Agar ular bir oy oldin kartaning amal qilish muddatini tekshirganda, bunday asabiylashish bo'lmas edi. Ikkinchi misol. Samarqanddagi pensioner erkak nogironlik bo'yicha qo'shimcha ustama olgan. Uning tibbiy qayta ko'rik muddati 5 noyabrda tugagan, lekin u keyingi oy boraman deb yurgan. Pensiya tushganda odatdagidan 4 ming so'm kam tushgan. Sababi ustama vaqtincha to'xtatilgan. Keyin u tibbiy komissiyaga hujjat topshirgan, lekin qaror chiqquncha yana vaqt ketgan. Mana shu yerda odamlar bilishi kerak. Muddat tugagan keyin emas, muddat tugashidan oldin harakat qilish kerak. 3-misol. Farg'onada bir pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxatini o'zgartirmagan. Eski manzil bo'yicha imtiyozlar, ijtimoiy yordam va ayrim ma'lumotlar yuravergan. Keyin elektron tekshiruvda yashash joyi bo'yicha nomuvofiqlik chiqqan. Unga hujjatlarni aniqlashtirish aytilgan. Pensiya to'liq yo'qolmagan. Lekin qo'shimcha to'lovni olishda kechikish bo'lgan. Oddiy ro'yxat masalasi oilaga bir oy tashvish keltirgan. 4-misol. Bir oilada bu vafot etgan, lekin karta nevarasida bo'lgan. 2 oy pensiya tushgan va yechib olingan. Keyin holat aniqlanganda ortiqcha olingan summa qaytarilishi so'ralgan. Agar pensiya 1.5 million so'mdan bo'lsa, 2 oyda 3 million so'm bo'ladi. Oilada motam, xarajat, qarz bo'lishi mumkin. Lekin bu pul baribir qonuniy meros puli emas. Vafot etgan shaxsga noto'g'ri tushgan to'lov hisoblanadi. Shuning uchun vafot holatida darhol tegishli tashkilotlarga xabar berish kerak. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa. Bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan bank texnik sabablarga ko'ra pulni kech ko'rsatadi. Ba'zan bayram kunlari, dam olish kunlari
banklararo o'tkazmalar sababli 1-2 kun farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuni vahima qilmasdan bank ilovasi, SMS xabar bank filialdan aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, karta yo'qolsa pensiya yo'qolmaydi. Pul sizning hisobingizda bo'lsa, yangi karta chiqarish mumkin. Lekin karta yo'qolganini yashirib yurmaslik kerak. Ayniqsa, karta begona odam qo'liga tushgan bo'lsa, darhol bloklash kerak. PIN kodni hech kimga aytmang. Hatto bank xodimiman deb telefon qilgan odamga ham aytmang. Bank xodimi hech qachon sizdan PIN kod so'ramaydi. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma bilan pensiya olish mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Pensioner kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, farzandi yoki yaqiniga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin bu hujjat muddati, notarial tasdiqi, vakolat doirasi aniq bo'lishi kerak. Otamning kartasi menda, o'zim yechaman degan oddiy gap huquqiy himoya bermaydi. To'rtinchi nozik jihat, qo'shimcha nafaqalar va pensiya bir xil narsa emas. Ba'zi odamlar menga pensiya kamaydi deydi. Aslida asosiy pensiya kamaymagan, faqat ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki ustama muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun tushgan pulni oldingi oy bilan solishtirganda qaysi qismi pensiya, qaysi qismi qo'shimcha to'lov ekanini bilish kerak. 5-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunda ish haqi, soliq, staj, qayta hisoblash masalalari paydo bo'ladi. Agar odam rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning ma'lumotlari elektron bazalarda ko'rinadi. Qayta hisoblash imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun o'z vaqtida murojaat qilish, ish staji va badallar to'g'ri ko'rsatilganini tekshirish kerak. Men amaliyotda ko'radigan eng katta xato shuki, pensionerlar o'z pensiyasi haqida hujjatni o'zi nazorat qilmaydi. O'g'lim biladi, kelinim qaraydi, nevaram telefondan ko'radi deb yuradi. Albatta, yaqinlar yordam berishi yaxshi. Lekin pensionerning o'zi ham kamida 3 narsani bilishi kerak. Pensiyasi qaysi bank kartasiga tushadi? Karta muddati qachon tugaydi? Pensiya miqdori taxminan qancha? Ikkinchi xato, telefon raqamini almashtirib, hech qayerga xabar bermaslik. Hozir ko'p xabarnomalar SMS orqali keladi. Agar eski raqam ishlamay qolgan bo'lsa, siz muhim ogohlantirishni ko'rmay qolishingiz mumkin. Masalan, bank kartasi bo'yicha xavfsizlik xabari, hujjat yangilash haqida eslatma, to'lov holati haqida xabar kelishi mumkin. Uchinchi xato, bankomat oldida begona odamlardan yordam so'rash. Katta yoshdagilar ko'pincha bolam, pulni yechib ber deb notanish odamga kartasini beradi. Bu juda xavfli. Karta almashtirib qo'yilishi, PIN kod bilib olinishi, pul yechib olinishi mumkin. Yaxshisi bank filiali ichida rasmiy xodimdan yordam so'rang yoki ishonchli farzandingiz bilan boring. 4-xato, internetdagi vahimali xabarlarga ishonish. 21 noyabrdan hamma pensionerning puli kesiladi. Pensiya bekor bo'ladi. Kartadagi pul muzlatiladi degan gaplar ko'p tarqaladi. Men sizlarga shuni aytaman. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya bo'limi, bank, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy saytlar orqali aniqlashtirmasdan qaror qilmang. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati o'tmaganmi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana hamma hujjatda bir xilmi? Nikoh, familiya o'zgarishi, manzil bo'yicha ma'lumotlarda farq yo'qmi? Shularni ko'ring. Agar xato bo'lsa, mayli keyin demang. Davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli idoraga borib tuzating. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta old tomonda amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 21-24 bo'lsa, bu karta 2024 yil noyabrgacha amal qiladi degani. Agar muddat yaqin bo'lsa, bankka boring va yangi karta chiqaring. Yangi karta chiqqandan keyin pensiya tushadigan hisob o'zgarmaganmi yoki o'zgarganmi? Buni bankdan aniq so'rang. Agar hisob raqam o'zgargan bo'lsa, pensiya bo'limiga yangi ma'lumotni yetkazish kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, pensiya miqdorini yozib boring. Har oy qancha tushayotganini daftar yoki telefoningizga yozing. Masalan, sentabrda 1 million ödün 20 ming, oktyabrda 1 million ödüm 20 ming, noyabrda 1 million 20 ming tushdi. Shunda kamayish bo'lsa, qaysi oyda va qancha kamaygani aniq ayta olasiz. Tashkilotga borganingizda pulim kam tushdi deyishdan ko'ra, o'tgan oy 1 million 120 ming edi, bu oy 400 ming kam tushdi desangiz, masala tezroq hal bo'ladi. 4-qadam, nogironlik yoki qo'shimcha to'lov bo'lsa, muddatlarni tekshiring. Tibbiy komissiya xulosasi qachongacha amal qiladi?
Qayta ko'rik sanasi qachon, qaysi hujjatlar kerak, bularni oldindan bilib qo'ying. Kasallik varaqalari, shifokor xulosalari, tahlil natijalari, ambulator karta nusxalari kerak bo'lishi mumkin. Bularni oxirgi kunga qoldirmang. 5-qadam yashash manzilingizni tartibga keltiring. Agar ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat masalasini aniqlashtiring. Mahalla, migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar, ijtimoiy yordam oluvchilar, kommunal imtiyozlardan foydalanadiganlar uchun manzil juda muhim. 6-qadam. Vafot holatida oilaviy tartibni biling. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari darhol IXDYV orqali o'lim guvohnomasini rasmiylashtirishi, pensiya to'lovi bo'yicha tegishli idoraga xabar berish kerak. Kartaga tushgan pulni baribir oilaniki deb yechib olish noto'g'ri. Dafn puli, meros, hisobdagi qonuniy mablag'lar boshqa tartibda rasmiylashtiriladi. 7-qadam, agar pensiya tushmasa, ketma-ket harakat qiling. Avval bankdan tekshiring, pul kelganmi, karta ishlayaptimi, hisob bloklanmaganmi. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. To'lov yuborilganmi, ma'lumotlarda xato yo'qmi? Zarur bo'lsa, davlat xizmatlari markazi orqali ariza bering. Arizada ism, familiya, JSH shir, telefon raqami, bank kartasi, muammo sanasi va qisqa mazmunni aniq yozing. Agar siz pensiya kechikishi yoki kamayishi bo'yicha murojaat qilsangiz, arizani aniq yozing. Masalan, men falonchi pensiya oluvchiman. Har oy pensiyam falon bank kartasiga tushadi. 2024 yil noyabr oyida pensiya to'lovim tushmadi yoki odatdagidan kam tushdi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lov holati bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Shundan keyin sana imzo, telefon raqami bo'ladi. Hujjatlardan ID karta nusxasi, bank kartasi yoki hisob raqam ma'lumoti. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, oldingi oy to'lovlar bo'yicha SMS yoki bank ko'chirmasi kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy xulosa, komissiya qarori, kasallik hujjatlari ham kerak bo'ladi. Men pensionerlarning farzandlariga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiyasini faqat pul sifatida ko'rmang. Bu ularning huquqi, ularning mehnat yillari evaziga kelayotgan daromad. Ularning kartasini olib qo'yib, o'zlari bilmagan holda pul ishlatish, SMS xabarlarini yashirish, hujjatlarni yangilamaslik katta muammoga olib keladi. Oyiga bir marta ota-onangiz bilan o'tirib, pensiya tushdimi, karta ishlayaptimi? Dori-darmon xarajati yetyaptimi? Hujjatlarda muammo yo'qmi? Shularni tekshiring. Agar ota-onangiz telefon ishlata olmasa, ularga bank SMS'larini tushuntiring. PIN kodni qog'ozga yozib karta bilan birga saqlamang. Bu juda xavfli. Agar siz yolg'iz yashasangiz, eng ishonchli 1-2 qarindoshingiz yoki qo'shningiz bilan aloqa tartibini belgilang. Favqulodda holatda kimga qo'ng'iroq qilasiz? Bankka kim bilan borasiz? Shifokorga kim hamroh bo'ladi? Hujjatlar qayerda turibdi? Bularni oldindan tartiblang. Hujjatlarni bir papkaga soling. ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar, telefon raqamlar ro'yxati. Bu oddiy ko'rinsa ham muammo chiqqanda juda katta yordam beradi. Demak, 11 noyabrdan keyingi eng muhim haqiqat shuki, pensiya masalasida beparvolik davri tugayapti. Endi hujjat, karta, manzil, telefon raqami, tibbiy xulosa, ishonchnoma va elektron ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kartasi faol bo'lsa, manzili to'g'ri bo'lsa, u vahimaga tushmasin. Kimda xato eski hujjat, muddati tugagan karta yoki noaniqlik bo'lsa, bugundan harakat qilsin. Men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Karta muddatini ko'ring. Pensiya miqdorini yozib qo'ying. Telefon raqamini yangilang. Kerak bo'lsa pensiya bo'limi yoki bankka boring. Muammoni pul tushmay qolgandan keyin emas, oldindan hal qilish eng to'g'ri yo'l. Sizning hududingizda pensiya kechikishi, kamayishi yoki karta bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.